Assalomu alaykum aziz obunachilar. Biz bugun katyollarimiz haqida ikki og'iz gapirib o'tamiz. Hozirda hamma katyol turlari bor. Uzoq yonuvchi, polavtomat katyollarimiz kelgan. Hammasi assortimentda. Mana bu katyolimiz TIS Plus, Belorussiya, Polsha mahsuloti. Endi uzr, ruscha gapiraman. Высокопрочная котловая сталь 265. Bu spetsialistlar tushunadi buni. Bu o'tga chidamli, maxsus katyolda faqat ishlatiladigan po'latdan tayyorlanadi. 5lik. Tasavvur qilishingiz uchun mana qalinligi. Bunda turbina ana ventilyator bilan jihozlangan, polavtomat bo'lgani uchun. Kontrolleri ham mavjud. Mana bu kontroller ichida bor. O'zi bilan birga keyin Turkiyada ishlab chiqarilgan avtomat katyollarimiz ham mavjud. Turkiyada ishlab chiqarilgan avtomat katyollar. Ular bunkerli. Bitta zapravkada 3 kundan 6-7 kungacha ishlaydi. Buni afzallik tomonlari nimada deb so'rashingiz mumkin. Afzallik tomoni shundaki, bunda o'tin yoqish mumkin. Ba'zi katyollarda, Rossiya katyollarida o'tin yoqib bo'lmaydi. Bunda o'tin ham yoqsa bo'ladi. Agar shinekni o'chirib qo'ysangiz, agar ruchnoy загрузка qilsangiz bo'ladi. Va bitta narsaga e'tibor berishingizni xohlardim. Injiqlik yo'q bu katyolda. Bu katyolda umuman injiqlik yo'q. Ba'zi bir katyollarga o'xshab buni programmasi o'chib qolib, bitta svet o'chib yonsaga ishlamasdan uni qayta zapuskat qilish, bunaqa injiqliklar yo'q. Zapravka qilasiz, svetingiz 5 minut, 10 minut o'chib yonsa, 10 marta o'chib yonsa ham shu programmangiz turadi, shu bir xil ishlayveradi. Uydagi xohlasangiz agar mabodo uyingizda o'tin bo'lsa, o'tinni bemalol foydalanishingiz mumkin o'tindan. Bunda ko'mirni maydalash funksiyasi bor. Albatta uni ishlatishga biz rekomendovat qilmaymiz, lekin shunaqa funksiya bor. Mabodo siz unga kattaroq ko'mir ketib qolsa ham maydalab o'zi chiqaradi. Lekin men iltimos qilardim, u katta ko'mir bilan faqat bu maydalar ekan deb solib u bilan ishlatish albatta mumkin emas. Bu reduktorga katyolning umriga ta'sirini o'zini ko'rsatadi baribir. Buni yashirishning hojati yo'q, lekin mabodo inson faktori bo'lib bitta yarimta kattaroq ko'mir ketib qolsa ham hech qisi yo'q, maydalab o'tkazib yuboradi. Hozir assortiment hamma katyollarimiz bor. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Bizning manzil Samarqand viloyati, Tayloq tumani, Sochak mahallasi. Telefon qilib bemalol so'rashlaringiz mumkin.